Күнді бір капам психика öğreneli sayfasının yeni sanını köngül aramыңларга sunmakçıman. Bugünkü mazmunlarımızı yaqtırıp anlagaysızlar. Adam nima uchun xijillik his qiladi? Tabiat dunyosidagi o'simliklar ichida uyatchan o't deb bir xil o'simlik bor bo'lib, qo'lingizni uniga takkizsangizlar, u darhol yopirmoqlarni yig'ib oladi ekan. Bir hazardan keyin asta-asta asliga qaytadi ekan. Bu g'alati o'simlik odamlarning diqqatini tortgan, qiziqishini qo'zg'agan. Tadqiq qilish orqali uyatchan o'tning g'olida yopirmoq tagligi deb atiladigan bir to'mpaygan yeri bor bo'lib, yopirmoq tagligida liq suv bo'ladi ekan. Uning yopirmoqqa bir narsa takkanda yopirmoq tagligidagi suv ikki tarafga eqib ketib, yig'ilib qoldi ekan. Bundaq bir tajriba bor. Tajriba uyda bir to'p 5-6 yoshlik bolalar supun mazg'ipi o'yini o'ynayotdi. Bolalar intayin astoydil o'ynayotgan bo'lib, ba'zilari xushallikdan vaqirab ketgan. Ba'zilari har xil ranglik mazg'aplarni qo'g'lab yuguraydi. Tuyuqsiz skeletning niqobini taqqan bir odam ularning oldida paydo bo'ldi. Bolalarning inkosi har xil bo'ldi. Ba'zilari texmi xushal bo'lib, mazg'apni qo'rqinchli skeletning beshiga puvlashga urindi. Yana ba'zi bolalar bo'lsa, astag'ina ishkaniga mo'kib, oldidagi hamma narsalarni ko'z tutishga boshladi. Ba'zi bolalar qo'rqindan yig'lab ketishdi. Bu psixologlar oldin planlagan tajriba bo'lib, barliq bolalarning ifodasi xotirlandi. Psixologlar bu inkoslar orqali nima uchun ba'zi odamlar yangi shaylarni qo'g'lishadi, ba'zi odamlar qoida ichida yashashga odatlangan degan masalaga javob bermoqchi bo'lgan. Nurg'un odamlar buningga odamning xijil bo'lishining maxfiyati yoshiringan deb qaraydi. Xijil bo'ladigan odamlar osonlikcha ko'zini yopib qochadi. Ro'yi olti tabiiy emas, boshqalardan yiroq turadigan joyni tanlaydi. Yangi shaylarni yaxshi ko'rmaydi. Tajriba natijasi shuni isbotladiki, yangi muhitga passiv kayfiyat bilan kirgan bolalar o'zining ko'z qarashlarini ko'ngilning chunqur qatlamlarida saqlashni xohlaydi. Ular bundan keyingi turmushida jiddiylashish va passiv kayfiyatga moyil bo'ladi. Psixologlar xijil bo'lishni insonlarning doimlik kayfiyatining bir qismi deb qaraydi. Ammo amaliyotda xijil bo'lganlikdan jamiyatdan o'zini qochiradigan odam xijil bo'lishning haqiqiy doirasiga nisbatan bunda qaramaydi. Buningda to'g'ri sezgurlik omili mavjud. Bir qator tadqiqotlar orqali psixologlar xijil bo'lishning bir xil intayin murakkab holat ekanligini bayqagan. Biz notunish odamlarga yo'liqqan chaqda oldi bilan o'zimizda yuz bergan ishlardan xijil bo'lib ketamiz. Bu xil xijil bo'lish kayfiyati jiddiylashishni tugutishi mumkin. Ham notunish odamga bo'lgan ishonmaslik kayfiyatini tugutadi. Xijil bo'lish mijozninki ishmoyil bo'lishi bilan munosabatlik. Ammo ishmijoz kishilarning hammasi xijilchan bo'lishi notayin. Odam badanida 5-serotonin deyiladigan bir xil ximiyalik modda bor. Bu bir xil nervi gen omili bo'lib, kishilarningki tashvishlanishi va umidsizlanishi qatorliq ruhiy holatlarga ta'sir ko'rsatadi. O'xshash bo'lmagan xarakterdagi bolalarga DNA analizi olib berilish jarayonida xijilchan bolalarning cho'ng miyasida 5-serotonin bilan munosabatli genning bakrak kam ekanligini bayqagan. Garchi mukammal bo'lmagan gen xijilchanlikni belgilaydi deyilsa-mu, biroq nurg'un kishilar yanala u hech bo'lmaganda az to'la ta'sir ko'rsatadi deb qarashadi. Geni kam bo'lgan shu odamlar texni xijilchan bo'ladi. Yana besimga nisbatan bakli sezgur bo'ladi. Buning bir qismi tug'ma bo'ladi. Hamda bu oila muhit sababidan belgilanib qoladi. Bolalarning xijilchan yoki sho'x tetik bo'lishi oila muhit tarafidan belgilandi. Ba'zi bolalar tug'ilishida sezgur va xijilchan bo'ladi. Acaba ular tarbiyalanish va o'sib yetish jarayonida sezgurligini yo'qotmamdi. Psixolog keyin bu masalaga qarata 20 yildan ko'proq iz qo'g'lab tekshirish olib borgan. 20 yil ilgari u bir to'p 2 yoshlik bolalarni topgan. Bu bolalarning hammasi xijilchan edi. Ular cho'ng bo'lib 20 yoshdan oshganda keyin ularni yana topgan. Bu chaqda farq kelib chiqqan. Ayni chaqdagi xijilchan bolalarningki 3 dan biri xijilchanlik xarakterini yengan, ammo qolgan 3 ta 2si yanala intayin xijilchan bo'lgan. Shuning bilan u har bir bolaning oila tarbiyasi va bu 10 necha yildan buyon bolalarda yuz bergan ishlarni surishtirgan. Eng oxirida ota-onasining tarbiya shakli, jamiyat muhiti va fursati qatorlarning hammasi bolalarning xarakteriga ta'sir ko'rsatganligini bayqagan. Keginning deyishicha, agar siz tuxumi xijilchan bo'lsangiz, Bill Clintondak odam bo'la olishingiz intayin tas.
Ammo siz uningdek bo'lishga tirishsangiz, o'z xarakteringiz bilan uning xarakteri yo'g'rilgan o'tirhal xarakterga taraqqiy qila olasiz. Xo'sh, undaq bo'lsa biz xijilchan kishilarga bir universal obyektiv baho berib boqaylik. Xijilchan kishilar boshqalarning chiroy ifodasiga hukm qilishda bir qadar ojiz keladi. Ular boshdan oxir g'azablangan va hissiyot ifodalangan bosh rasmlarni nihoyatda tez tushundi. Ularni boshqalarni ko'z tutishga ancha mayr emas deyishga bo'ladi. Chiroydagi hissiyot ifodasining roli ularga nisbatan cho'ng emas, chunki ularning ijtimoiy munosabat iqtidori kuchli emas. Biroq xijilchanlikning bir xil qo'g'dash roli bor. Xijilchan bolalarning sho'x bolalarga qaraganda do'stlar bir qadar oz bo'ladi. Ular odam ko'p yerga berishni ancha yoqtirmaydi. Shunlashqa ularning jinoyat, zo'migarlik, zahar chekish qatorliq ahvollarga chetlib qolish nisbati bir qadar to'van bo'ladi. Demak, endi biz kundalik turmushimizga shunday bir diqqatimizni ag'diradigan bo'lsak, odamlar mijoz xarakteriga nisbatan har xil turlarga bo'lindi. Hamda ba'zi kishilarning ayti ochiq yo'riq, sho'x jonliq, ijtimoiy aloqaga ayti mayr, do'stlar atrofida samonnaqi ko'p. Bularningki hamda ijtimoiy aloqa chamberga shularningki mijoz xarakteri bilan ayti zish munosabatli. Ya'ni ba'zi bolalar bo'lsa ayti xijilchan, yerlik til bo'yicha aytganda yuzi to'van. Bu xil bolalar hamda jiq kishilar bilan aralashishni yaxshi ko'rmaydi, uning do'stlari ancha ko'p emas. Odatda yolg'iz yurishni yoki bo'lmasa bir ikkala do'sti bilan birga yurishni yaxshi ko'radi. Odatda kishilar to'piga bak aralashib ketmaydi. Ammo bu xil xijilchan kishilarningki bu xil mijozni biz butunlay passiv deb ayta olmaymiz. Nemishqa? Chunki biz mazmunning oxiridan bir deb o'tdik. Xijilchan bolalarningki sho'x bolalar qaragan vaqtda do'st yoralari bak ko'p bo'lib ketmaydi. Shu sababli ular jamiyatdagi bir qism qalaymaqon, bo'lmug'ir qilmishlarga aldirab yaqin kelmaydi. Bularningki yomon ishlarga ardishib qelish nisbati nihoyatda to'van. Bu xil bolalarningki jamiyat amonligiga yoki bo'lmasa jamiyatningki tartibiga xilof qilish nisbati nihoyatda to'van. Shuning uchun bu xildagi xijilchan kishilarga baho bergan vaqtda bularningki mana shunday ortiqchilik taraflarini nazardan saqit qilib o'tishga bo'lmaydi.